Amirata savdoda arzonroq Cobalt mashinasi chiqsa, mana men deganlar uchun yaxshi variant kelib qoldi. 2020-yil 50 ming kilometr masofani bosayotgan 4-pezli avtomat korobkasi bo'ladi. Xo'p, mashinaga 4 ta yangi baloq qo'shdi. Banan holatli bitta baho berdinglar o'zinglar. Zo'r turibdi. Xo'p, kraska holatlari. Kapot, krilo ishida bor dedilar. Yo'qlarni yana o'zinglar bir tekshirib olasizlar. Salon holatlarini birgalikda ko'ramiz. Salon holatlari yaxshi turibdi. 49955. O'zi chexoli ham top-toza turibdi. Gazli uстановка qilingan konditsionerli ishlab turibdi. Tashqi holatda o'rtacha qiladigan ishlar yo'q. 75 partiya. Faqat oformit kelgan, oformit qo'llar kelsalar, lekin narxi ancha arzon bo'ldi. Maza qilib minishinglar uchun bu mashina narxini biz $8850 baholadik. Texnik holatlar yaxshi, gnezdo ozgina cho'kibdi, texot o'ynayapti. Kuzatib olsanglar, mashina yaxshi holatga keladi. Maza qilib minishinglar uchun $8850 ga 2020-yil 50 ming kilometr masofani bosayotgan 4-pezli Cobalt mashinasi. Egalar nomerlarini qo'ldiraman.